Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Savol bo'ptikan, chilla o'tirish degan narsa haqida. Xususan yangi uylangan kelin kuyovlarni chilla o'tiribsan, ko'chaga chiqma deyishadi yoki masalan yangi tug'ilgan chaqaloqlar chillada uni hamma ham ko'rishi mumkin emas, hammani oldiga olib chiqma degan gaplar bo'ladi. Shu narsalarda shariatda asosi bormi yo'qmi? Bizning shar'iy asosimiz Qur'on sunnat. Qur'on sunnatni biror joyda yangi uylangan kelin kuyov kunduzimi, kechasimi bir joyga chiqmasin yoki yangi tug'ilgan chaqaloq bir joyga chiqmasin degan gap yo'q. Aksincha uning ziddiga dalolat bor. Masalan, sahobalardan Hanzala ibn Abi Amir radhiyallohu an yangi uylangan paytlarida sahobalar Uhudga jangga chaqirilganda u kishi ayoli bilan birga bo'lib turgan paytida junub holatida shu zahoti Rasulullohning chaqiruviga javob qilib jangga chiqib ketgan. Ya'ni yangi kuyov g'usl qilishga ham ulgurmagan. Shu jangda Uhudda shahid bo'lgan. Abu Sufyonni o'ldiraman deganda boshqa bir kishi kelib bu sahobiyni, ya'ni boshqa mushriklardan bir kishi kelib bu sahobiyni o'ldirgan. Abu Sufyonni endi o'ldiraman deb turgan paytida. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u kishini o'liklarini ko'rib Hamza ibn Abdul Muttalibning jasadlari yonida o'liklarini ko'rib aytganlar: "Inna sohibukum tagsiluhul malaika aw ghasalatuhul malaika." Bu sohiblaringni maloikalar yuvdi dedilar. Ana junubligida shahid bo'lganligi uchun maloikalar uni yuvyapti dedilar. Mana bu dalolat qiladiki, hech qanday unaqangi man qiladigan ishlar bo'lmagan. Kelinni ham, kuyovni ham. Xuddi shunga o'xshash Rasululloh sallallohu alayhi vasallam boshqa sahobalarni Jabir radhiyallohu anhu bilan bo'lgan qissada safarda Sahih Buxoriyda kelgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Jabir bilan safardan qaytayotganlarida Jabirni shoshilayotganini ko'rib, "Nega shoshilyapsan?" deganlar. Jabir aytganki, "Ya Rasululloh, ana hadisu ahdin bil urs. Men yaqinda uylangandim, shunga uyimga shoshilyapman" degan. Yaqinda uylangandim deganda shu o'zimizdagi ma'no, ya'ni o'zimizda aytaydigandek shu chillasi chiqmagan, hali ko'p vaqt o'tmagan ma'no tushuniladi. Mana yaqinda uylangan inson Rasululloh bilan safar qilib, ya'ni o'zini uyidan, xonadonidan g'oyib bo'lib yuribdi. Mana bunda ham dalolat chiqadiki, bu ishlar hech man qilinmagan. Xuddi shuningdek bolalarda ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zamonida yangi tug'ilgan bolalarni masalan Rasulullohning oldiga tahnik qilish uchun olib borishgan. Anas radhiyallohu an o'zlarining ukasi tug'ilganda onasi Ummu Sulaym bilan ukasini ko'tarib Rasulullohning oldiga borgan. Rasululloh tahnik qilganlar, ya'ni xurma chaynab og'ziga solganlar. Mana bular unaqa qissalar ko'p. Bularda hech birida qaydlanmagan, kechqurun olib chiqqanmi, kunduzi olib chiqqanmi, odamlarni ko'z oldida olib chiqqanmi yoki xilvatda olib chiqqanmi, bularda biror ma'nosi qaydlanmagan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zamonida nima ish bo'lgan bo'lsa, o'sha ish joiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zamonida nima ish bo'lmagan bo'lsa, bu ishlar shariatga tegishli bo'lmasa, uni man qilish ham nojoiz. Va man sakata anhu fa huwa mimma afa anhu. Alloh nimadan sukut qilgan bo'lsa, bu Alloh afv qilgan ishlari deyiladi. Ya'ni dinga taalluqli ish bo'lmasa, hech kim uni halol harom deb yangilik qilib chiqarishligi mumkin emas. Haromni halollash qay darajada gunoh bo'lsa, halol narsani harom qilib qo'yish ham xuddi shu darajada gunoh. Shuni ham tushunib olish kerak. Baribir yaxshi bo'ladi, endi o'zimizning ishlar o'zbekchilik, endi bu eskichilik degan gaplar ketmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar: "Ra'aytu Amr ibn Luhay fi jahannam yajurru qasbah." Jahannamda Amr ibn Luhayni ko'rdim, eshak chavog'larini sudrab yurganligini deganlar. Nimaga eshak chavog'ini sudrab yuribdi jahannamda desa, aytganlarki, "Li'annahu kana awwalu man sayyaba sawaib." U odam birinchi bo'lib soiba degan hayvonni chiqargandi. Ya'ni Makka mushriklarida bir odat bor edi. Bir hayvon masalan 5 yil sut bersa yoki 5 yil bola tug'ib bersa, keyin haligi hayvonni o'zlaricha harom qilib olishardi. Endi bu hayvon vazifasini o'tadi.
5 yil sut berdi, 5 yil bola tug'ib berdi. Bo'ldi, endi bu hayvonni qo'yib yuboringlar. Uni endi ishlatmanglar, uni endi sog'manglar, uni endi so'ymanglar ham. Bu hayvonni qo'yib yuboringlar deb o'zlaricha shunaqa qilib harom qilib olishardi. Ana shu bema'nilikni birinchi bo'lib chiqargan odamni Rasululloh aytdilarki, jahannamda ichak chavog'ini sudrab yurganini ko'rdim deganlar. Mana bu demak, halol narsani o'zicha harom qilib olish ham qay darajada og'ir gunoh ekanligiga dalolat qiladi. Shariatda bu ishni man qilmadimi? Ya'ni kelin kuyov chiqishinimi, kirishinimi yoki yangi tug'ilgan bolani kirishi chiqishimi, odamlar uni ko'rishimi man qilinmadimi? Bu narsalarda inson shar'iy buyruq bo'lmagandan keyin o'z boshimchalik qilishga haqqi yo'q. Unaqa chilla degan gap yo'q. Chilla nimada bor? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlarki, bu Sahih Buxoriyda kelgan bir qancha o'rinlarda sahobalar aytishgan, ya'ni minas sunnati idza tazawwaja al-bikra ala sayyibi yamkusu indaha sab'an. Sunnatdanki bir inson bokira qizga uylansa, bokira qizga uylanganda ikkinchi qilib unga uylansa, ana u bir ayolini ustiga olgan bo'lsa, u bokira qiznikida 7 kun qoladi deganlar. Ana bu odamlar o'sha chilla degan narsani shunga o'xshatib ehtimol chiqarib olgan bo'lishi mumkin. Ya'ni bir inson bir bokira qizga uylansa, ikkinchi xotin qilibmi, uchinchi qilibmi, ya'ni bir sayyib ustiga, ya'ni o'zini xotini ustiga uylansa, u qiznikida 7 kun qoladi. Ya'ni undan oldin adolatni boshlamaydi. 7 kun tamomiy o'shanikida qoladi. Ya'ni 7 kecha. Toki u qiz u erkakka o'rganishi, o'shanga ya'ni bir munosiblashib, o'sha bilan bir muvofiqlashib olib, bir-birini ya'ni tilini topib olishligi uchun 7 kun o'shanikida turadi. Agar sayyibga uylansa deganlar, ya'ni juvonga uylansa, ana unikida 3 kun turadi deganlar. Ya'ni vaqti kamroq. U juvon bo'lganligi uchun uni vaqti kamroq, unikida 3 kun turadi deganlar. Bir-biriga tilini topib o'rganib olishligi uchun. Lekin bundan boshqa hech qanday man qilishlar yo'q. Yuqorida 7 kun turadi, 3 kun turadi deganda ham u ikkinchi, uchinchi qilib xotin olganligi haqida gapirilyapti va yana unda ham hech joyga chiqmasin degan joyi yo'q. Faqat ya'ni birinchi xotinnikiga bormasdan 7 kun yoki 3 kun o'sha ikkinchi olgan ayolinikida qoladi deyilyapti. Xo'p, endi yana bir masala so'ralibdi bu yerda. Masalan, ayollar tuqqanda 40 kun chilla o'tiradi deyilibdi. Buni nifos deyiladi, chilla emas. Buni nifos deyiladi. Nifosda o'tirgan ayolning hukmi oddiy ayolning hukmidan hech qanaqa farqi yo'q. Ya'ni ko'chaga chiqishimi, u birovnikiga borib kelishimi, uni mutlaqo man qilinadigan joyi yo'q. U nifos hukmidagi ayol faqat namozdan va ro'zadan man qilinadi xolos va eri unga teginishligidan man qilinadi. Uni boshqa chiqish kirishiga hech qanday daxli yo'q. Ummu Salama radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan, kanatin nufasa taq'udu ala ahdi Rasulillah sallallohu alayhi va sallam 40 yawma. Nifos ko'rgan ayollar Rasululloh zamonlarida 40 kun o'tirardilar degan. 40 kun eng ko'pi bu, ya'ni. Eng ko'pi 40 kun. Imom Tirmiziy rivoyat qilgan hadis. 40 kundan oshiq nifos yo'q. 40 kungacha ayol namoz o'qimaydi va roza tutmaydi va eri unga teginmaydi. Agar qon kelib tursa, ya'ni 40 kundan keyin ham agar qon davom etsa, mana bu qonni istihoza deyiladi. Nifos chunki 40 kundan oshishi mumkin emas. Istihoza qonining hukmi o'sha 40 kundan keyin g'usl qilib namozini boshlayveradi, ro'zasini boshlayveradi va eri unga ham teginaveradi. Agarchi qon kelib turgan bo'lsa ham faqat har namozga tahorat qiladi. Agar 40 kundan oldin qon to'xtasa, unda nifos tugaveradi. Nifosning eng ko'pining muddati bor 40 kun, lekin kamining muddati yo'q. Bir ayol ya'ni tuqqandan keyin ehtimol 1 kundan keyin ham toza bo'lishi mumkin. O'sha toza bo'lgan zahoti u namozni o'qiveradi va ro'zani tutaveradi va eri unga ham teginaveradi. Agarchi 1 kundan keyin toza bo'lgan bo'lsa ham. Sahih Buxoriyda Ibn Abbos radhiyallohu anhudan hadis kelgan, al-mustahaba idza sallat fasala mustahaba yatiha zawjuha idza sallat fasalat a'zam. Ibn Abbos radhiyallohu anhu aytganlarki, agar ayol istihoza bo'layotgan paytda
namoz o'qib turgan bo'lsa, eri unga teginaveradi degan. Chunki namoz u eri unga teginishligidan da buyuk ish. Namoz joiz bo'ldimi, eri unga teginishligi batariqaro joiz bo'laveradi degan. Shuningdek, mana nifos ko'rgan ayol ham agar bir kun, ikki kunda toza bo'lsa, namoz o'qiveradi. Namoz o'qigandan keyin eri unga teginishligi ham joiz bo'laveradi. Nifosdan toza bo'lish bu o'sha hayzdan toza bo'lishga o'xshaydi. Ya'ni ayol hayzdan qanday toza bo'lsa, nifosdan ham xuddi shunday toza bo'ladi. Ya'ni masalan jafaf bilan toza bo'ladi. Jafaf degani ya'ni shu qurishlik bilan. Ya'ni hech narsa kelmay qo'yadi. Hech narsa kelmay qo'ygandan keyin bu ayol biladiki, nifosdan toza bo'lgan. Shunda hali 40 kun o'tmagan bo'lsa ham g'usl qilib namozni o'qiveradi va eri ham unga teginishligi mumkin bo'laveradi. Bunda ham hech qanday bu chilla degan narsa yo'q bo'ladi. Allohu a'lam.